Amir Temur buvomizni keltirib o'taylik. Amir Temur buvomiz hamma sarkarda, qo'lidan qilich tushmagan jangari bir inson deb tavsiflaydi. Halbuki Amir Temur buvomiz bir marta namozga kirishganlarida 7 martagacha Allohu akbar dedilarda, quloqni qoqib, bundoq qilib turdilar, yana salom berib namozdan chiqdilar. Jim turdilar. Yana Allohu akbar deb boshqa namozga kirishdilarda, yana jim turdilar, assalomu alaykum va rahmatulloh namozdan chiqib ketdilar, turgan joylar. 7 marta takrorlandi. 8-sida keyin Allohu akbar namozni o'qib ketdilar. Tugatganlardan keyin yonlari, "Ey amirim, nima uchun bunaqa qildingiz?" desalar, avvallari bir marta Allohu akbar deganimda ko'z oldimda Ka'ba paydo bo'lar edi. To'g'ridan-to'g'ri men Ka'batullohning yonida turgandek ibodat qila olar edim. Bu safar 7 martagacha ko'z o'ngimga Ka'batulloh kelmadi. Demak, niyatim niyat bo'lmadi. 8-sida Ka'batulloh ko'z oldimda namoyon bo'ldi, keyin namozimda o'qidim dedilar. Mana